Skinwalkerlar qishlog'idagi dahshatli hujum. Ikkinchi qism. Mike ismli bu odam do'stlari bilan Skinwalkerlar qishlog'iga ekspeditsiyaga borishadi va u yerda birinchi kunni o'zidayoq Skinwalkerning hujumiga uchrashganini mana shu videoni birinchi qismida ko'rgan edik. Voqeani davomiga keladigan bo'lsak, Skinwalker ular turgan uyni yerto'lasiga hujum qilganidan keyin ular hamma eshiklarni yopishga tushishdi va birozdan keyin yerto'la eshigining orqasidan nimanidir ovozini eshitib qolishdi. O'sha eshikni oldiga yaxshilab borib tekshirib ko'rishganida yovvoyi hayvon nafas olayotganga o'xshash ovozni eshitishdi. Shu tarzda ular uyda qamalib qolib, nima qilishlarini bilmay bir necha soat uyning yuqori qavatlarida kutib o'tirishdi. Kech tushgach esa ular Skinwalkerning ketganini tekshirib ko'rish uchun pastki qavatlarga tushishdi. Lekin afsuski, ular yerto'laning eshigi ochiqligini va u yerda hech kim yo'qligini ko'rib, juda ham qo'rqib ketishdi. Bu ham yetmaganidek, ular bilan mana shunaqa narsalar sodir bo'ldi. Oh my god. What's going on? Yo! What is that? Oh my god! Bu ovozlar tinchigach, ular yana mana shu uyning ichida Skinwalker ketishini kutib o'tirishga majbur bo'lishdi. Biroz vaqtdan keyin esa ular uyga kimdir kirganini sezib qolishdi va ovozlar kelayotgan joyga borib qarashganida esa u yerda to'r oyoqlab yurgan odamni ko'rishdi. Yaxshiyamki o'sha Skinwalker ularga tashlanmadi. Bu voqeadan keyin ular uydan qanaqa qilib chiqib ketishlarini o'ylab o'tirganlarida tashqaridan politsiyaga o'xshash xizmat organlari vakillari kelib qoldi va ular uyga kirib, to'g'ri Skinwalker turgan xonaga kirib ketishdi. Bundan foydalangan Mike uydan bilintirmasdan chiqib ketishga qaror qilishdi. Lekin voqeaning oxirida o'q ovozlaridan keyin mana shu hushtak ovozlarini eshitgach, ular Skinwalker tirikligini sezishib, kuchlari bilan uydan qochib chiqishdi. Va sizlar uzoq kutgan voqea ham mana shu nuqtada yakunlangan. Agar voqea siz o'ylagandek yakunlangan bo'lsa, fikringizni kommentariyada qoldiring. Mikening o'zining sahifasini va videoning to'liq qismini Telegram kanalimizga joylaymiz.